O'tgan video darslarimizda biz kinematikani o'rgandik. Shu kinematikada ishtihlashning yo'nalishi bilan sonliq ma'nosini aniqladik. A teng v minus v0 bo'lingan t deb. A teng v ilingan v0 bo'lingan t deb belgilagan edik. Biroq biz nima uchun jism mushtaq mangdu, nimishki boshqacha mangmaydi degan savolni qo'ymagandik. Endi mushu dinamika degan bo'limda biz mushu savolning javobini beramiz. Shunday qilib, dinamika deganimiz mexanikalik harakatning sabablarini qarashtiradigan mexanikaning bir bo'limi. Grek tilidan mexanika deganimiz, mexanika debman, grek tilidan dinamika deganimiz dinamos kuch deganni bildirdi. Bu yerda kuch deganimiz jismlarning o'zaro harakatlanishining o'lchami va jism oldamligining o'zgarishi bilan deformatsiyalanishining sababi bo'ladigan vektorlik fizikalik miqdorni ataymiz. Kuch deb. Endi Aristotel o'z vaqtida jismga boshqa jismlar ta'sir qilmasa harakat mumkin emas deb aytgan. Biroq Galiley agar jismga boshqa jismlar ta'sir qilmasa, jism turoqli oldamlik bilan harakatlanadi yoki bo'lmasa tinchlikda bo'ldi degan. Mushu Galileyning ideyasini Newton tajribalarni o'tkazib qaraganda bunday xulosaga keldi. Agar biz sanoq sistemasini kirgizamiz-ku, shu vaqtida Newton bunday bir Newtonning birinchi qonuni deganini kirgizdi. Shu deydi, bir inersial sanoq sistemalari borki, agar deydi, jismga kuch ta'sir qilmasa yoki kuchlarning ta'siri tenglashtirilgan bo'lsa, jism unga nisbatan tuz siziq bilan va bir xil harakatlanadi. Yoki bo'lmasa tinchlikda bo'ldi. Buni o'rischa bunday deymiz: если на тело не действуют никакие силы или сумма всех сил равна нулю, тело находится в покое или движется равномерно и прямолинейно в определенной системе координат. Endi mushunda bir sistemani biz agar Newtonning birinchi qonuni o'rinlansa, mushtaq sistemani biz inersialniy sistema отчёта deb ataymiz. Shu vaqtida inersiya qonuni o'rinlangan bo'lsa, mushtaq sanoq sistemasini biz inersial sanoq sistemasi deb ataymiz. Biroq bir sistemalar borki, ularning agar sanoq sistemasi bir ishtihlash bilan mangsa yoki bo'lmasa bir tuz siziq emas, qing'ir siziqdan manggan sanoq sistemasini biz neinersial sistema sanoq deb ataymiz. Bu yerda Newtonning birinchi qonuni o'rinlanmaydi. Shu chog'da yoki nisbatan ishtihlash bilan harakatlanib kelayotgan sanoq sistemasini inersialik emas deb ataymiz. Endi kelaylik Newtonning ikkinchi qonuniga. Bu yerda bunday deymiz: agar jismga so'z qo'yaylik, bir F kuchi ta'sir qilsa, shu jism ishtihlashga boshlaydi. Shu chog'da jismning oldigan ishtihlashi shu jismning tushirilgan kuchga to'g'ri proporsional va shu jismning massasiga aksi proporsional deb ishtihlashning yangi aniqlamasini kirgizamiz. Bu yerda o'sha dinamikada shu dinamikaning eng asos formulasi deb ataymiz. A teng F bo'lingan M. Endi biz buni F teng ma deb yozsak bo'ldi. Yoki bo'lmasa massani deb olsak, endi bu prosta turlantirib atganim, kuchni ishtihlash A bo'lamiz. Newtonning 3-qonuni, buni men такой ответ deyman. Endi bunday deymiz, albatta biz bunday deymiz: har qachon agar bir jismga ta'sir qilayotgan kuch bo'lsa, masalan F1 deb qo'yaylik, u chog'da shu ikkinchi jismning birinchiga ta'sir qiladigan kuch paydo bo'ldi. Uni F2 deb qo'yaylik va har qachon mushtaq bir sistemada jismlarning modullari bo'yicha teng va yo'nalishlari qarama-qarshi kuchlar bilan o'zaro tenglashadi. Shu vaqtida F1 teng minus F2 deb yozamiz. Shu Newtonning 3-qonuni.
Реактивный самолет массой 55 тонн под действием силы тяги F приобретает ускорение. Bu yerda endi Newtonning ikkinchi qonuni bo'yicha A teng F bo'lingan M aslida tiqilish bilan kuch bizda vektorlik miqdor. Bu yerda endi yo'nalishni hisobga olmagan ekan. Men buni vektorni qo'ymayman, o'rni qo'yib chiqsam, diqqat bilan qaraymiz. Bu yerda 110 kilo Newton, shu vaqtida 110 kilo degan 10 darajasi 3 degan pristavka. Massa 55 tonna, tonnani kilogramga aylantirsak 10 ning kubi. Bu yerda endi xatolashib qilsizlar 110-55 ga bo'lgansanglar baribir durust chiqadi javobi. Sababi 10 darajasi 3 lar meyda qisqarib ketadi. Shu vaqtda 110 ni 55 ga bo'lsak chiqadi 2. Диск вращается с угловой скоростью. Радиус диска RTP, сила действующая на жука масса 50 грамм. Siz qo'ysam bo'ldi ko'rsatib. Buni disk aylanadi. Uning bulunliq ildamligi 8 radian sekund. Radius diskning radiusi R. Sila действующая на жука. Meyda bir juk turdi. Shunga ta'sir qilgan kuch deydi. Shu vaqtda bizda F teng MA turida yozilsa, bu yerda ish tiklishish am qanday topamiz? Agar jism chambar bo'yi bilan mangsa, harakatlansa. Uni endi bizning kinematika 1-2 degan videolarimizda o'tib ketgan-ku. Sentrga tortqichi ish tiklishish ani biz v kvadrat bo'lingan r deb yozamiz. Bu yerda siziqliq ildamlik v ni omega r deb ifodalab olsak, shu chog'da qoldi omega kvadrat r. Endi kuchning formula qo'ysak m omega kvadrat r chiqadi ekan. Endi diqqat bilan qaraymiz. 50 gram bo'lgan ekan, biz 50 ko'paytirilgan 10 darajasi minus 3 olamiz. Omega kvadrat 8 metr radian sekund C sistemasida shu vaqtda 64 ko'paytirilgan radius 15 santimetr deganimiz 0,15 metr. Hisoblab aytaylik. 50 ni 64 ga ko'paytib 0,15 ko'paytsak 480 bo'ldi. Ko'paytirilgan 10 darajasida minus 3. Endi unda atvet yo'q. Biroq 1000dan 3 degan pechni bo'yashga 3 songa aylantirib yetish. Shu vaqtida javobi bo'ldi 0,148 Newton. B durust. 3-chi hisobda 3-chi qonunni ishlasak, agar F1 kuchimiz 500 bo'lsa, u vaqtda F2 kuchimiz тоже 500 bo'ldi. Тело массы M под действием постоянной силы F совершило перемещение S и увеличило скорость с V1 до V2. Перемещение тела равно. Shu vaqtda jismning massasi M bu bir turaqliq F kuchining ta'siridan S yo'l mengibdi. Shu chog'da jismning dastlabki ildamligi V1 bo'lgan, oxirgi ildamligi V2 bo'lgan ekan. Shu joqdayda jismning o'rin almashtirishini tepinadi S. Jism tuz bilan o'rin almashishi o'xshaydi, совпадает deydi. Shu vaqtda biz faktiski ma'qul yo'lni tepishimiz kerak ekan. Buning uchun qaranglar, dastlabki ildamligi, oxirgi ildamlik bo'lganki biz vaqt yo'q, безвременная deymiz, shu formulani ishlatsak, V2 ning kvadrati teng V1 ning kvadrati plus 2AS. Shu yerdan yo'l shu o'rin almashish shu hisobda S ni tepalaydi. Buning uchun qaranglar, buni V1 kvadrat metr plus bilan bu yoqqa minus bilan ketadi. 2A maxrajga tushadi. 2A maxrajga tushdi. Surtida V2 ning kvadrati ilingan V1 ning kvadrati. V1 V2 bilan ish tiklishish A yo'q, shuning uchun bo'yicha A teng F bo'lingan M. Shuni mashaq qo'yib etsak, S chiqadi teng V2 kvadrat ilingan 2 A ning o'rniga F tushadi. Bo'lingan M ni mana sразу mana mega ko'paytirilgan deb ko'tiraylik. Shu chog'da buniki vatanda durust javobi B. Andagi hisobda bizda 4 ta kuch berilgan. F1, F2, F3, F4 berilgan ekan. Shu kuchlarning umumiy kuchini tepinadi. Результирующую силу на ось OX. Shu vaqtida qanday vektorlar bo'lmasa, biz vektorlarni qo'shganda birining aqsiga ham birisini qo'shib, uchinchisini qo'shib, to'rtinchisini qo'shib, hammasini qo'shimiz. Endi результирующий vektor tepish uchun biz dastlabki chekit bilan o'rin almashish deganga o'xshash, dastlabki chekit bilan oxirgi chekitni
birlashtiramiz. Shu vaqtida bizda bu yerda qaranglar, F1 kuchining OX o'qilmada bunchalik nemasi направленияsi bo'ladiki, F2niki va biroq ko'ryapsizlar, F3 nazar tatidi. Shu vaqtida bizga dastlabki chekdan oxirini qo'shsak, 1 2 birlik har biri kilo bo'lgankin javobi bo'ldi 2 kilonewton. Agar bir jismga F1 va F2 kuchi 90 gradus bilan yo'nilib tatsa, u chog'da biz birinchi videomizda o'tgandik vektorlarni qo'shish. Agar vektorlarning orsidagi bo'lim 90 gradus bo'lsa, u vaqtida uni rezultiruющий umumiy kuch F ni tepish uchun biz Pifagor teoremasini ishlatamiz. Shu vaqtida F dan tomir ostida F1 ning kvadrati qo'shilgan F2 ning kvadrati. O'rniga qo'yib chiqaylik. 5 ning kvadrati 25, 3 ning kvadrati 9. Shu chog'da F dan bo'ldi tomir ostida 34 newton. Newton degan Newton deganimiz qanday fizikalik miqdorning o'lchami deydi. Shu vaqtida energiyaniki joule hammasini kesib chiqay. Kuchniki newton, massaniki kilogramm, quvvatniki watt, ishniki energiya o'xshash joule. Shu vaqtida newton deganimiz kuchning o'lchami. Тело массой 10 грамм, двигаясь под действием силы F, получит ускорение. Яныш Ньютонның ikkinchi qonuni F bo'lingan M. Biroq mayda millini unutmaymiz 10 darajasi -3. Massa 10 gram degankin тоже -3 ga ko'paytamiz. Bu yerda yana nollar qisqarib ketib qoldi 1,5. На футбольный мяч действует сила 340 ньютонов и сообщает ему ускорение 500 метров в секунду в квадрате. Масса мяча. Шула F dan M''dan massasini tepish uchun kuchni ishtiklashish A bo'lamiz. Shu vaqt 340 ni bo'lamiz 500 ga. Bizda kalkulyator bo'lmagandan keyin biz buni 0 ni qisqartib yetaylik. 50 ga bo'lish ancha yaxshi emas. Shuning uchun surati bilan mahrajini biz o'xshash son ko'paytsak bo'ldi. В данном случае 2 ko'paytirsak, 50 ni 2 ko'paytsak 100, biz topamiz, что mahraj 100 ming, 10 ming degandek son bo'lsin. Sababi undaq sonlar bo'lish o'ng'ay. 34 ni 2 ko'paytsanglar 68, 68 ni 100 ga bo'lsanglar 0,68. Kuchni tepish uchun massani ishtiklashish A ko'paytirishimiz kerak. Buni hisobda massa 15 kilogramm, ishtiklashish 0,4 bo'lgandan keyin 15 ni ko'paytimiz 0,4 ga. 15 ni 4 ko'paytsanglar 60, 5 dan keyin bir sonni yetsak qoldi 6 newton. Модуль скорости тела, движущегося прямолинейно, изменялся со временем по закону, представленному графически на рисунке 1. График зависимости равнодействующей всех сил, действующих на тело, от времени представлен на рисунке. Ildamlikning vaqtga taalluq grafiki berilgan ekan. Bu yerda ko'ryapmiz. Ildamlik tuz siziq bilan o'zgarayotgan ekan. Biz V tan AT deymizda, shu yerda ildamlik tuz siziq bilan o'zgargan ekan. Значит, bizning ishtiklashish arimiz turaqli son, konstanta. Endi F dan MA formulasida ishtiklashish A turaqli son bo'lsa, massa tем более turaqli. Shu vaqt bizning kuchimiz F тоже bo'ldi konstanta. Endi buni grafikda kuch o'zgarmaydi degan A grafigi. Endi biroq test bo'lgandan keyin qaraymiz, A emas. Durust javobi bo'ldi B. 12. Большой корабль тянет на тросе легкую лодку. Со стороны корабля на лодку действует сила F1. Со стороны лодки на корабль будет действовать сила F2. Сравните эти силы. Yani Newton'un 3. qonuni bo'yicha kuchlar nima bo'ldi? O'zaro teng bo'lishi kerak, biroq modullarida yo'nalishlari qarama-qarshi bo'lishi kerak. Shuningga durust javobi C. К пружине динамометра, который может скользить без трения, по столу приложили силу 20 ньютон. Что покажет динамометр? Endi bu yerda dinamometrning bizda kuch qara dinamometrni yasab qo'ysam priborda, uning mayda deleniyalarida 1, 2, 3 deb ijobiy ko'rsatdi. Endi bu prujinaga biz nima deydi?
После приложили силу. Мы прикладываем силу F1 20 ньютон. Şu da 3-cü kanun boyunca, конечно же, F2 teң çıkıdı minus 20 newton. Бірақ динамометр сәлби көстемейді, шуның үшін біз мұны минус пен ловушка ұқсашта беді. А емес, Б аламыз. Снаряд массой 15 кг при выстреле приобретает скорость 600 метров в секунду. Найдите среднюю силу, с которой пороховые газы давят на снаряд, если длина ствола орудия 1,8 метра. Движение снаряда в стволе считайте равноускоренным. Енді біз бір бөлігін жасап қояйын. Мейді снаряд. Масса М бұның. При выстреле, то есть дәсләп жылдамлығы 0 болған, әнде шығып стволның ұзындығын S деп қояйын, L десекім болды. Он вылетает, снаряд вылетает со скоростью V. Начальная скорость, так как снаряд покоился, равна 0. Бешетке жылдамлық 0. Все, күш, әлбәтте күшін тепіш үшін біз массаны іштіклешеш А көпетішіміз керек. Әнді А тепіш үшін кинематика деген достымызға звонок қылмыз вә сұраймыз. Іштіклешеш А не? Yol білән ылдамлық берілген болса қандақ тапымыз. Кинематик бізді 3 тал формы бәтте. Шоланы yol ба, қараңла, ылдамлық ба, дәсләпке ылдамлық ба. Бірақ вақыт болмаған кен безвременная формулы ішлетсек, V квадрат тең V0 квадрат плюс 2AS. Бұл бізді кинематикада өткен тоқмыш формулы түшендіген шу еді. Әнді орындығы мәшәдің іштіклешеш Аны чықырвасақ, дәсләпке ылдамлық 0 болған күн сразу сөз бетті. Қараңла, 2 білен S Аның ішт көпейтілген білен тұса, неважно қайды тұрды А, соң тараптың, оң тараптың. Главное, қайсы сұлыры кет қалды. Шу чағда меді Аның ішт 2S мәхрәжігі түшіді, V өзгемегенгі өз бойынша сүртіді қалды. Формула F қойсақ, M, Аның орнығы V квадрат бөлінген 2S yazımız. Енді рақамды сандырын қойып шығалы. Массы 15 кг, 600 квадрат 636 вә 10 дәрежесі 4 қойайым. Езіп, бөлінген 2 көпейтілген S 1,8. Қараймыз, қандақ санға бейеді қысқырайды. 36-ны 1,8-ге бөлсаңла, мәйді пешіне есілемегі 0 қошылы, 360-ны 18-ге бөлсаңла, 20 çıkıdı. 20-ні 2-ге бөліп әтсаңла, çıkıdı 10. Şu vaxtda çıktı 15, 10, еще 10-ның дәрежесі 4, 10 дәрежесі 5. Бұнақ жоқ болған кен біз десятичный приставкын есіміз сеп алайлы. Мұны N дегеніміз, nano деген сөз, 10 дәрежесі минус 9-ны бүлдірді. Мен көсті қоя. Микро дегеніміз 10 дәрежесі минус 6-ны бүлдірді. Килограмм, 1000 грамм оқшаш, километр, 1000 метр оқшаш, кило деген 10 дәрежесі 3. Чоң М мега деген кеп, мега дегеніміз 10 дәрежесі 6. Пика дегеніміз 10 дәрежесі минус 12 мұшланы ятлап елшана керек. Жық қойсақ чықасына ол исалат кеп қалды. Бізді әндемеді 15, 10 дәрежесі 5 болған кен біз ең еқіне бұны 10 дәрежесі 6 қысақ. Қана қылмыз 10 дәрежесі 6 қылып мәкеудің мен дәрежесіні плюс 1-ні қоштым. Шу вақытыда мейді бір пешке, бір знаққа, бір рақам қысанны өткісем, шықыды 1,5. Шу вақытыда 1,5, 10 дәрежесі плюс 6, минус 6 емес, плюс 6 деген омега ньютон. В общем, тазы шығып күшке. Лыжник массой 60 кг, имеющий в конце спуска скорость 10 метров в секунду, остановился, бұны сөз қоймыз, остановился деген кен конечный ылдамлық 0, учағда мұны 10 деген дәсләпке ылдамлық кен, остановился через 40 секунд, это время T. Определите модуль силы. F тең ма. Бұяды яңылы шо, Ньютонның шкенші қануны массыба іштіклешеш жоқ, шоқтыда Ан тепіш үшін. Бұяды әнді қанала вақыт V болған кен, біз кинематикада бірінші дәрсімізді V тең, V0 плюс минус AT деген үгенген тоқ. Іштіклешінің кинематикадегі ені қылымысын yazғанда. Мұшы формулдан А іштіклешешіні чықырвасақ, біздің конечный скоростіміз азыр 0. Телі тормозит деген кен біз минус алымызда. Так, үшкет барды минусы қойып. Жоқтыда А тең, қараңла минус AT маяқ плюс білен кетсе,
t bilan a ning arsida umnожение u ko'paytindi bo'lingan bo'lib ketib a teng v0 bo'lingan t chiqadi. O'rniga qo'ysak f teng m v0 bo'lingan t. Massa 60 kilogramm, v0 10. 40 ga bölüp etsek, endi 0 ketsin. 60'ni 4 ga bölsek 15. 15 degan durust. Под действием силы 250 ньютонов тело движется прямолинейно так, что его координаты изменяются по такому-то закону. Какова масса тела? Massani tepish uchun biz Newtonning ikkinchi qonuni bo'yicha kuchni bo'lib yetishimiz kerak, ishtiklashish kerak. Kuch bor. Endi ishtiklashishni yana shu kinematikadan chiqaramiz. Koordinata x ning zang'i mustaq berilganda edi, bu yerda x teng x0 plus v0t plus at kvadrat bo'lingan 2 deb ismimizni sevasak, shu vaqtida 100 degan начальный koordinatamiz, v0 deganimiz 5 ga a bölüngen 2 deganimiz 5. Mushu yerdan 2dan a teng 5 bo'lsa, ishtiklashish a 10 bo'ldi. Bo'ldi, o'pinga endi massasini tepish uchun 250 ni bölimiz 10 ga chiqadi 25 kilogramm. Videoni to'xtatib qo'yib, sizlar birinchi chiqarib ko'ringlar o'zinglar, keyin mening решениемni qarsana bo'ldim. После удара силой 3 килоньютона ранее покоящийся мяч массой 600 грамм, приобретает вот такую скорость. Надо найти время. Удар длится, миллисекунда дегенге, милли 10 derecede minus 3. Şu vaqtda biz vaqt t'ni tepishimiz kerak. Şu vaqtda f teng ma desek, massa bor, kuch bor, bu yerdan ishtiklashish a-ni f bo'lingan m deb chiqaramiz. O'rniga qo'yib hisoblab aytsanglar bo'ldi, biroq men endi buni окончательный формуласini сразу yozaylik. Shu vaqtida после удара покоящийся мяч deganki dastlabki ildamligimiz 0. Shu vaqtida kinematikadagi v teng v0 plus at formulasini v teng at deb yozamiz. Bu yerdan t vaqtni tepish uchun v ildamlikni bo'lib ishtiklashish a ga. Endi a f bo'lgan m ni qo'ysak, f m yuqori chiqadi. Mana formulamiz. O'rniga qo'yib chiqaylik. Ildamlik 2,5. 600 grammni unutmaymiz. U 0,6 kilogrammga aylantirsak, kuch 3 kilonewton qaraymiz. 3 kilo deganimiz 10 darajasida 3. Shu vaqtda qisqartiramiz. 0,6 ni 3 ga bo'lsak 0,2. 2,5 ni 0,10dan 2 ko'paytgan tashla qarmanglar. Prosta 25 ni 2 ko'paytsanglar 50. Biroq 5 dan keyin 2 son bo'lgandan keyin 50 yozsanglar bo'ldi. 5 dan keyin 2 son bor. Shu vaqtda 0,10dan 5 qoldi ekan. Va buni maxrajiga 10 darajasi 3 yuqori chiqqanda darajasi minus bo'ldi. 10 darajasi minus 3 milli pristavka bo'lgandan keyin javobi 0,05 millisekunda. Shunda chapsam. Тело массой 50 килограмм движется под действием двух сил. Первой величиной 40 направлена против перемещения, а другая величиной 140 ньютонов направлена под углом 60 градусов к перемещению. Найдите ускорение тела. Siz qo'yaylik. Buni jism bo'lsin. Bu jismning massasi m ga. Buni bir kuch tянет против перемещения. Masalan, jism o'ng tarafga mavsumda qo'yaylik. Shu vaqtida birinchi kuchimiz so'ng tarafga tortadi ekan, F1 40 newton bilan. Ikkinchi kuch jismga mushu перемещение S yo'nalishiga 60 gradus bilan yo'nalganda направлено. И buni kuchni F2 deb qo'yadi. Tepishimiz kerak ускорение этого тела. Endi тело перемещается только вдоль оси X deganki, buni X deb qo'yay. Вдоль оси Y получается, biz endiki darsda o'tamiz, sila tяжести buni F2 ning komponentasi bir-birini tenglashtirdi. Biz hozir faqatla X o'qida qarashtirayotgandan keyin biz buni kuch F1 уже o X o'qida yaxshi. Biroq buni F2 kuchning ikki komponentasi bo'ldi. Bu F2X, который buni горизонт bilan tortadi. Ve yan birisi F2Y. Cisim faqatla
X o'qidi mang'ashqa biz buni F2 ni hisobga olmaymiz. U buni mg bilan tenglashib, Nyutonning 3-qonuni bo'yicha tenglashib ketadi. U kerak emas bizga. Shu vaqtida ishtiklashish albatta A teng F bo'lingan M, endi kichkina yaxshiroq. Birlik kuch ta'sir qiladi, endi ishiktal kuch bo'lganki, memaga kuchlarning qo'shindisi degan summa degan znakni qo'ymayman. Memaga vektor qo'yay. Bizda bu hisobda F2 kuchning только x komponentida qatnashgan, uni vektorni уже skalarga переходить qilsak, F2x elingan F1 deb yozamiz. Sababi ular qarama-qarshi tarafga qaraydi. Bo'lingan M. Endi buni F2x ni tepish uchun bu 3 bo'linliqni so'z qo'ysam, tik bo'linliq 3 bo'linliqning yandash katiti. Yandash katiti bo'lgan qo'shni katit, qo'shni degan соседний косинус bo'ldi. Shu vaqtida F2x ga F2 kosinus 60 gradus alamiz. Elingan F1 bo'lingan M. Endi hisoblab o'taylik. 140 ni ko'paytiramiz. Kosinus 60 gradus endi yana trigonometriyadan bilsizlar. 0.5 minus F1 qancha ekan u yerda 40 bo'lingan 50. Bu 40 bilan 50 ni qisqartirib aytmanglar, minus turdimaydi. Shuning 5 buni ko'paytirilgan o'rinlab minusni yetaylik. 140 0.5 degan 2 dan 1. Shu vaqtda 140 ni 2 ga bo'lasak 70. 70 dan 40 ni olsak 30. 30 ni endi bo'limiz 50 ga 0 ketsa bo'ldi 0.30 ni 5 ga bo'lsak 6. Javobit C. Самолет массой 30 тонн касается посадочной полосы при скорости 144 км в час. Какова сила сопротивления движению, если самолет до остановки, значит, мы остановка дегенкин то'xtaydi, пробегает 800 метров s. Nima tepish kerak? Kuch. Shu chog'da kuch F tepish uchun albatta massani ishtiklashni ko'paytiramiz. Qanday aytish, men endi chi hisoblanib qo'ydim-da, men sizlarni shu endi bo'lmishni videoni tanlab Nyutonning qonunlarini yaxshi bilishinglar uchun. Albatta ikkinchi qonunni eng jiq uchrashadigan formula F teng ma. Shuni desam, yana bizning qilyapmada qo'yib F teng ma. Ishtiklashish A tepish uchun oldamliqlar bor, yana arliq S bor, yana shu T belgisiz bo'lganki, vaqt yo'q formulani ishlatamiz. U v kvadratda v0 kvadrat minus tormozit degashga minus qo'ydik 2as. Shu formuladan tormozit bo'lganki, konечный скорость 0. A ni chiqarib olsak, qarang, minus 2 olmay plus bilan ketadi. 2s suratida opet yana mahrajga tushdi. v0 kvadratni bo'limiz 2s ga. Bo'ldi. F teng m v0 kvadrat bo'lingan 2s. 30 endi durust qo'yaylik, 30 tonnani unutqolmaymiz. 10 darajasida 3. Agar sizlar unutqolmiz desanglar, sizlar mana shu ustida 30 ni ko'rdinglarmi? Eshaglar 30 ko'paytirilgan 10 darajasi 3 deb yozib olinglar. 144 km/s metr sekundaga aylantirishimiz kerak. Buning uchun yozib qo'yay. 144 ni 1000 ga ko'paytamiz va 3600 ga bo'lamiz. Men 2 nollikni qisqartirib etsak, 144 ni 36 ga bo'lsam 4 deb, tamom, 4 durust 40 bo'ldi ekan. Mesela sırası aylandırıp verin, unutqalmaydi desanglar. Shu vaqtda 40 ning kvadrati 1600. O 16, 10 ning kvadrati deb buni yozib qo'ysam bo'ldi, bo'lib. Bo'lingan 2s 800 ni 8 va 10 ning kvadrati yozib qo'ysam bo'ldi. 10 ning ko'plari qisqaraydi, uni qisqaraydigan 2 ketdi, chiqdi 30 000 degan 30 kilonewton. Ядрус. Скорость автомобиля меняется по закону. Масса автомобиля 2,5 тонны. Найдите результирующую силу. Shu vaqtida avtomobilning aldamligi mustaq qonun bilan o'zgarsa, biz v teng v0 plus at deb kinematikadagi formula esimiz qilsak, buni 25 minus 25 shu vaqtda dastlabki aldamlikni ko'rsatgan. Bu yerda, kстати, buni minus deganimiz, masalan, x mutarafga qarasa, shu vaqtda bizning aldamligimiz qarama-qarshi bo'lg'achqa mayda minus ko'rsatadi. 0.4 degan u ishtiklashish A bo'ldi. Endi kuch F ni tepish uchun massani ishtiklashga ko'paytiramiz. Massa 2,5 tonna. Tonnani unutmaymiz. Ko'paytirilgan ishtiklashish 0.4.
25'ni 4 köpeytsanglar 100. 5'ni kençiki san bolgan ki 2 nollikni siz bilesizlar. Kaldı 1 köpeytilgen 10'ның kubi. Endi 10'ның kubi degen u kilo. Покоящееся тело массой 400 грамм под действием силы 8 ньютонов приобрело скорость 36 км в час. Найдите путь, который прошло тело. Massası berilgenken, kuch berilgen, ildamlığım var, yol tepişimiz gerek. Покоящийся degenken dastlabki ildamlıq 0 unutmaymiz. Şu vaqtida yol S tepish uchun kinematikada V0T plus AT kvadrat bölüngen 2 formasını ishlatdik. Dastlabki ildamlıq 0 bo'lgandan birinchi qo'shilg'ich yo'q. Shu vaqtida keragi bizga bu yerda A yo'q, vaqtmi yo'qka, u chog'da vaqtmi yo'q, ishtiklikmi yo'q bo'lganki bu formulani ishlatmay V kvadratni приобрело deydi, durustmi? V kvadrat teng V0 kvadrat plus 2AS ni ishlataylik. Shu durustroq kelib yerda. Shu vaqtida S ni tepish uchun V kvadratni bölimiz 2A ga. Yani şu ishtiklashish A yo'q, A ni tepish uchun F ni bölimiz M ga. Şu vaqtida S teng V kvadrat bölüngen 2F i M üstü chiqdi. 36 kilometr chasni qaraymiz vнимательно. Buni metr sekundiga aylantirganda 10 chiqadi ekan. 10'ning kvadrati 100. Massa 400 gram degan 0,4. 2 F qanchaga 8. Şu vaqtida böleyelim. 8 ni 0,4 ga bölüp etsek, 84 ga bölsek 20 qaldı ekan. 20 bilan 100 ni qisqartsak 5, 5 ni 2 ga bölsek 2,5. Şular yo'llarni ko'rsatib qo'yay. Bu durus. Mundaq balalar qaranglar. Beshida sizlar bir mavzuni o'tsizlar, tushani to'xtaysizlar bir temani. Keyin turiblar bir hisoblan chiqasanglar chiqmay qoldi, keyin bo'ldi, buni tushunmayman ekan deb qo'rqishingiz mumkin. Unda qilishning hojati yo'q. Bu yerda har qachon praktika kerak. Siz chiqirib tursanglar, qaydlab tursanglar, masalan, shu hisoblanman. Keyin yana bir qarab to'xtatib o'zinglar chiqirib ko'rsanglar, esinglarda yaxshi qoldi, tushunsizlar. Найдите начальную скорость тела массы 600 грамм, если под действием силы 8 ньютонов на расстоянии 120 сантиметров оно достигло скорости 6 метров в секунду, двигаясь прямолинейно. Birinchidan, ishtiklashish A'ni Newtonning ikkinchi qonuni bo'yicha F bo'lingan M deb yozib olaylik. Endi dastlabki ildamlik kerakka, ya'ni shu yo'l bor, oxirgi ildamlik bo'lgandan vaqt bo'lmagandan bo'lsin mayli, uning so'zini chiqara olamiz deymizda, V kvadrat teng V0 kvadrat plus 2AS formulasini ishlatamiz. Shu yerdan V0 deb yozilganda V0 izlayapmiz. V0 kvadratni yozib qo'yib turay. U teng bo'ldi V kvadrat elingan 2AS, kvadratni yetish uchun 2 tarafini tomir ostiga olsak, V0 teng tomir ostida V kvadrat elingan 2AS. V kvadrat qanchaga 6'ning kvadrati 36 minus 2 ishtiklashish A. A'ning o'rniga F bo'lingan M mayda hisoblaydi отдельно bo'libdi. F deganimiz 8, massa 0,6. Yani 5 ni 0 qo'shsak 80 ni 6 ga bo'lsanglar 15, durustmi? 60. Durust emas. 60 dedi, 20 kamidi. 60 bilan 0,6 ni qanchaga qisqartsak bo'ldi ekan? Ularni qisqartaylik 2 ga. Shu vaqtda 40 mayda 3 qoldi ekan. Shuni yozmay. 2AS ishtiklashish A ga 3 dan 40, S ga 120 santimetrni 1,2 deb metrga aylantirib olamiz. Mayda 1,2 ni 3 ga bo'lsak 0,4. 0,4 ni 40 ko'paytsam buni 0 bilan pesh ketadi. 4 ya 4 16. 16 ni 2 ko'paytsak 32. 36 ni 32 ni aytsak 4. 4 to'g'risini chiqarganda 2 qoldi. Shu vaqtda dastlabki ildamlik 2. Newtonning 3-chi qonuni albatta C. Если две силы 6 и 8 ньютонов приложены к одной точке, угол между которыми 90 градусов, u vaqtida umumiy kuch F ni, ya'ni shu Pifagor bilan ishlatamiz.
Şartıda f teң, men sırası tomrasını yazıp koyay. 6'nın kvadratı qo'shilgan 8'nin kvadratı. Menden chestni hisoblasang tomrasida 100 chiqibdi. Uni tomrasini chiqarsang 10 bo'ldi. Biroq sizlar buni esingizda saqlab turinglar. Agar bizda geometriyada deydi, подобный треугольник degan o'tgan to'q. Agar 3 bo'liqning, bir 3 bo'liqning taraflari 3, 4, 5 bo'lsa, ikkinchisiniki 6, 8 bo'lsa, avtomatik 3, 4, 5 ni yodlab olsizlar. Teper 3 shikasi ko'paydi, 4 to'rt shikasi, bu vaqtda 5 ning shikasi jiqdaymizda 10 chiqadi. Agar bizning 3 bo'liqning bir tarafida bo'lsa 15, yan bir tarafi 20 bo'lgan bo'lsa, ko'rasizlar, 3 dan 5 hassa jiq, 4 dan 5 hassa jiq, sho'tmaydi 5 hassa jiq bo'lib 25 bo'ladi. На тело одновременно действуют две равные силы по 120 ньютонов, которые уравновешены третьей силой, равной по модулю 207,6 ньютонов. Найдите угол между первыми двумя силами. Demek bu yerda jismning kuchlarini как будто sizlar yuqoridan qarab aytganda ko'rsatma, вид сверху deganda. Shu vaqtda на тело desa две равные по модулю. Shu vaqtda bir kuch bor ekan, F1 deb qo'yaylik va F2 bo'la 120 newton degan. F1 teң F2. Endi ular уравновешены третьей. Shu vaqtda o'sha ikki kuch bir tarafga tatsa telefonni, например, men Instagram qaratdim deb bir telefon bir o'quvchi bir yoq yamsa ham bir yoq tatsa, telefon o'sha bir tarafga mangdi, so'ng tarafga. Endi apamiz chiqdim deydi. Telefonni qarash bo'lmaydi deb, buni yoqdan F3 degan kuch ta'sir qildi. Shu vaqtda o'sha F3 kuchi 207,6 bo'lib, o'sha 3 kuch bir-birini tenglashtirdi ekan. Shu vaqtda F1 bilan F2 kuchning orasidagi bo'lim qanday degan savol berdi. Yani belgisiz bo'lim biz alfa deb qo'yaylik. Alfa bo'limi va menda OX F3 kuchining yo'nalishida qilsam, vaqtida buni har biri alfa bo'lingan 2 bo'ldi. Biroq men o'sha ustuni alfa, astini alfa deb qo'ysam, bizning vaqtida kerak bo'lumimiz 2 alfa bo'ldi. Biz 2 alfani izlayapmiz deymiz. Azmek chiroyli qaraqsiz qo'yay. Shu vaqtida buni F1 kuchi, menda bir F2 kuchi bor. Ular o'zaro teng degan bekarmiz. Teng bo'lganki, buni F1 ning yuqoritadigan komponentisi qizil bilan qilib qo'yay. F1y deb qo'yaylik. Buni F1x vaqtida men mega yx ni kirgizdim, buni o'sini y deb qo'yay. Shu chog'da F1 ning F1y va F1x komponentlari bo'ldi. Buni F2 kuchining astiga F2y biqiniga mayaq tatadiğini F, bunun ikisi bir liniya, просто men ko'rinsin deb bo'lib qo'ydim. F2x kuch ta'sirlandi. Bular qaysi kuch bilan tenglashtirilgan? F3 kuchi bilan. F3 kuchi mayaq tatadi F3. Mana kartinamiz примерно вот так. Buni 120 newton kuch o'xshash bo'lgan ekan, F1y bilan F2y teng va albatta buni bo'limlari teng bo'lg'ashqa F2x va F2 ning y komponenti bilan F1y ning komponentlari teng. F1x bilan F2x ni topaylik, ular teng. Shu vaqtda F3 bizda buni 2F mayli yozmay. Belki so'ng tarafda bo'lsin. F1x plus F2x teng F3 deyman. Sababi уравновешен degan so'z turdi. Tenglashgan narsa. Kuchlar bir-birisi bilan. F1x deb uchun F1 ni ko'paytimiz qo'shimiz alfaga, F2x deb uchun F2 ni ko'paytimiz qo'shimiz alfaga. Biroq F1 F2 o'zaro teng bo'lgan ekan, biz 2F qo'shimiz alfa deb yozib qo'yamiz. Endi men qo'shimiz alfa deb uchun F3 ni bo'limiz 2F ga o'rin qo'yaylik. 207,6 bo'limiz 240 ga. Endi 207,6 ni 240 ga bo'lsak, taxminan nima qo'yay, endi rovni bo'lmaydi. 0,865 chiqadi ekan. Bu bizda kosinus qaysi bo'limning kosinusi hisoblashib qo'y, sinus 30 gradusniki 0,5 va kosinus 30 gradusniki 0,186. Yani fizikada biz 2 dan tomrasida 3 olmay
to'g'rasini 3 ni 2 ga bo'lib atsam 0,86 примерно chiqdi. Shuni yatlab elingan тоже. 0,5 ni yatlagandek. Bu vaqtida alfa teng 30 gradus deysizlar. Alfa 30 bo'lsa, bizga kerak 2 alfa shu vaqtda javobi bo'ldi 60 gradus. Buni bu yerda 300 gradus deb qo'yibdi. Xato. Bo'ldi, shuning bilan Nyutonning qonunlari mavzusini bugunga bo'ldi qildik. Savollaringiz bo'lsa, kommentariyaga yozib qo'yinglar. Men sizlarga qarab javob berayman.